Gelipsiz. Dersimi? Bugün yine sizlerle Tolkien FM mektebinden gelip şuradaki şart-şartlar, imkaniyatlar bilen danışıp yurttaşlarımıza gösterip ötüş niyetimiz var idi, Xudo xolasa. Şuna siz başçılığınızda bilgini yürüp çıksak şu mektepteki imkaniyatlar Xudo xolasa. Sharoitlar, imkoniyatlarni ko'rsatib o'tamiz maktabimizdagi. Xush kelibsiz. Keling boshqatma. O'qituvchilar xonasiga kelamiz. Keling. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Biz Tolkien FM maktabidamiz. Bugun yonimda qadrdon ukam Sirojbek Rozimov bilan suhbat quramiz. Tolkien FM maktabining afzalliklari to'g'risida, ushbu maktabimiz uchun masalan yurtdoshlarimiz o'z farzandlarini o'qitishga olib kelishlari va shu yerda qanday ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgani to'g'risida qiziqarli ma'lumotlar olishga Xudo xolasa erishamiz deb o'ylaymiz. Sirojbek, sizdan so'rab o'tadigan birinchi savolimiz shu yerda Tolkien FM maktabining qachon tashkil qilingani to'g'risida ham Tolkien FM nima uchun Tolkien FM deb aytilgan bu ushbu maktabning nomi shu haqida qisqacha bir tanishtirib o'tsangiz, Xudo xolasa keyingi savollarga keyingi jarayonda boramiz. Xo'p bo'ladi. Bo'lmasam maktab to'g'risidagi eng qiziqtirgan savollarni bersangiz, shular haqida qisqacha javob berib o'tamiz. Nima uchun Tolkien FM? O'zi maktabimiz oldin birinchi faoliyatini repetitorlikdan boshlagan o'quv markazi sifatida. Shu vaqtda fizika, matematika fanlaridan o'qitilgan. Shuning uchun ham FM deb tanlangan. Ya'ni bu fizika, matematika degan ma'noda. Keyinchalik esa o'quv markazi faoliyatidan xususiy maktab faoliyatini o'tishga bir imkoniyat bo'lgan, ya'ni yurtboshimizni xususiy maktablar ochishga yaratilgan imkoniyatlardan keyin foydalangan holatda xususiy maktab ochilgan 2021-yilda. Va mana hozir 5 yil bo'lgan bo'lsa, 5 yildan beri eng yaxshi natijani ko'rsatib kelayotgan maktabda bemalol hech ikkilanmasdan aytib bilamiz. Chunki natijalarimizni o'zi, bolalarimizni o'qishga kirish jarayonlari, ularning sertifikatini olish jarayonlari hammasi buni ko'rsatib, shuni isbot desak bo'ladi. Ajoyib. Xo'p, ushbu maktabda o'qituvchilar masalan oliy toifadagi o'qituvchilar tushunishim bo'yicha to'g'rimi? Professional o'z sohasining professionallari shu masalan o'qituvchilar ishga qabul qilish jarayonlari qanday amalga oshadi? Masalan, ularni test qilish jarayonlari bo'ladimi? Shular haqida qisqacha aytib o'tsangiz. Har bir fan bo'yicha maktabimizda faoliyat yuritib turgan eng yaxshi ustozlarimizdan jamoa tuziladi. Va bu jamoa yangi kelgan o'qituvchini imtihon qiladi. Uni malakasi nechik, pedagogik salohiyati nechik va uni natijalari nechik, diplomi hamma narsasini ko'zdan kechirib, keyin test va suhbat jarayonlari o'tkaziladi. Hamma natijalar yaxshi, ijobiy bo'lsa, keyin maktabimizga ishga qabul qilinadi. Tushunarli. Xo'p, sizlarda masalan o'quvchilar bilan, talabalar bilan individual ishlash jarayoni bormi? Yo faqat masalan sinfxona bo'lgandan keyin hamma bir xil dars o'tiladi, lekin individual shaklda masalan shu bolani mukammal rivojlanish uchun shunday tartibda bilimlar yo'lga qo'yilganmi? Endi bu yerda savolni yana bitta aniqroq aytib beradigan bo'lsak, xususiy maktab bilan davlat maktabini o'rtasidagi farqni ajratib olishimiz kerak biza. Nima uchun aynan xususiy maktab tanlab turibdilar? Ana shu savolga aniq javob bersak, bu savolingiz shundan kelib chiqadi javobi. Davlat maktablarida bolalar soni cheklanmagan, ya'ni u maktablarda 40-45 balagacha, 35 bola, 30 bola o'qishi mumkin bir sinfda. Bizda dars o'tiladigan har bir sinf variativ, chuqurlashtirilgan dars soatlari o'tkaziladi. Bunda esa 20 boladan 25 bolagacha bir sinfda o'qitamiz. Ya'ni bola soni kam bo'lgandan keyin o'qituvchi har bir bola bilan individual shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari biz ularni o'zi yo'nalishi bo'yicha o'qitamiz. Ya'ni har bir yo'nalishni ajratib olamiz. Har bir bola maktabga kelib o'qish jarayonini boshlashdan oldin imtihon bo'ladi. Birinchi navbatda uni bilim darajasini aniqlash uchun imtihon bo'ladi. Ikkinchisi uni qiziqishlari. Biz uni qiziqishi bo'yicha keyin alohida guruhga, alohida sinfga joylaymiz. Masalan, fizika, matematika, ingliz tili, matematika, ana shunday yo'nalishlar bo'yicha tanlab olinadidan keyin ana shu yo'nalish bo'yicha o'qiydi. Bu balani bu sinfda bilim olishi umumiy sinfda o'qigandan anchagina sifatli bo'ladi. Sababi
Uni yanında o'qib turgan hamma bola o'zini sohasida, o'zini yo'nalishida o'qib turgandan keyin ularning fikr almashinuvi ijobiy bo'ladi. Bir-biri bilan ular bir yo'nalishda fikrlab biladi, bir yo'nalishda tortishib biladi, bir yo'nalishda bellashib biladi. Ya'ni ular fikrlash ham, ular mashg'ulot ham hammasi bir xil bo'lgani uchun ularga bu narsa katta foyda olib keladi. Tushunarli. Rahmat. Xo'p. Ushbu maktabda yetishib chiqayotgan o'quvchi, talabalarda yuqori muvaffaqiyatga ega bo'layotgan, ham ko'p kuzatayotganimiz boshqa chet davlatlarda masalan o'qish nimasini, o'qish yo'llanmasini olib turgan o'quvchilar ham bor deb eshitdik. Shular to'g'risida ham qisqacha aytib o'tsangiz, muvaffaqiyatlar, sertifikatlar to'g'risida. Endi muvaffaqiyatlar to'g'risida aytsak, maktab o'quvchilarining eng asosiy e'tibor qaratadigan jihatimiz ular oliy ta'lim muassasasina o'qishga kirishlari. O'tgan yili 102 nafar bitiruvchimiz bo'lgan. Ularni 86 nafari davlat oliygohlarida o'qishga kirgan bo'lsa, 15 nafari chet el institutlarining oliygohlarida o'qishga kirgan. Agarda hisoblab ko'radigan bo'lsak, 102 nafar o'quvchimizdan 101 nafari 2024-2025 o'quv yilida o'qishga kirgan. Bu menimcha 102 nafar o'quvchidan 101 nafari o'qishga kirdi degani eng yuqori natija deb bemalol aytib bilamiz. Bundan tashqari o'quvchilarimiz hozirda IELTSdan, milliy sertifikatlardan, SAT sertifikatlaridan qo'lga kiritib, yaxshi natijalarni ko'rsatib turibdilar. Hozir o'zida maktabimizda bilsangiz oliy ta'limga o'qishga kirishda imtihon bo'ladi. Barcha fanlardan eng yuqori ballni olsa 189 ball bo'ladi. Bu o'qishga imtihon topshirgandan keyin. Lekin shuni imtihon jarayonlaridan oldin 189 ballni qo'lga kiritish imkoniyati bor. Ya'ni o'zi imtihon topshirishi kerak bo'lgan yo'nalishlardan, ana shu fanlardan sertifikatlarni qo'lga kiritsa, ularga oldindan shu ball beriladi. Hozirda bizda 5 nafar o'quvchimiz 189 ballni qo'lga kiritib qo'ydi. Ular sertifikatlari hozirdan bor. Ya'ni ular eng yuqori ballni hali imtihonsiz qo'lga kiritib qo'ydilar. Молодец. Bundan tashqari 189 bo'lmasa ham bundan pastroq natija ko'rsatib turgan. Ya'ni 4 dona sertifikat, 3 dona sertifikat olib qo'ygan o'quvchilarimiz ham anchagina. Zo'r. Ajoyib. Hozir turarsan savollar. Xo'p, Sirojbek, To'lqin FM maktabini qayerlardan, Xorazm viloyatidan masalan qaysi rayonlaridan kelib o'qiydilar, uzoqdan kelib o'qiydilar? Qayerdan qayerga yetishishi va transportlar masalan yo'lga qo'yilganligini ko'ribmiz. Xo'p, va bolalarning ta'lim oladigan jarayoni qanday belgilangan vaqti masalan, qancha o'qiydilar, soatlari, dars jarayonlarining soatlari masalan qanchadan tashkil etilgan? Shular haqida aytib o'tsangiz. Asosan bizlar maktabimizda o'qib turgan o'quvchilarimiz Hazaras tumanidagi o'quvchilar hisoblanadi, katta qismi. Bundan tashqari qo'shni tumanimiz Tuproqlar tumanidan ham o'quvchilarimiz bor. Bog'ot tumanidan o'quvchilarimiz bor. Va barcha viloyatimizning boshqa tumanlaridan ham kelib o'qib turgan o'quvchilarimiz bor. Bundan tashqari mana olimpiadalar misolida aytadigan bo'lsak, olimpiadalarimizda o'zi ko'rinib turadi. Viloyatimizning barcha maktablaridan, barcha ixtisoslashgan maktablardan kelib olimpiadalarimizda qatnashadilar. Bu bizlar maktabdagi o'qish jarayonidan qiziqish, ularni bizlar maktabda bo'lgan bir intilishi desam ham bo'ladi. Hozirgi vaqtda 2000 ga yaqin o'quvchi shu maktabimizda tahsil olib turgan bo'lsa, viloyatimizning barcha tumanlaridan, jabhalaridan kelib o'qib turibdilar. 9 dan avtobusimiz bor. Hozircha shu avtobuslarimiz o'quvchilarimizni maktabga o'qishga olib keladi va o'qish tugagandan keyin olib uylarga yetkazadi. O'qishlarimiz 8:30 da boshlanadi ertalab. Birinchi smenada aytamiz, 8:30 da boshlanadi o'qishimiz. Ikkinchi smenamiz bor, 10 da boshlanadi. 8:30 da o'qishni boshlagan o'quvchilarimiz tushlikdan keyingi soat 3 gacha shu yerda o'qishda bo'lishadi. Tushlikkacha bo'lgan qismida ular chuqurlashtirilgan variativ sinflarda tahsil olishadi, ya'ni o'zining yo'nalishi bo'yicha. Tushlikdan keyin esa davlat ta'lim standarti bo'yicha belgilangan barcha darslarni o'tishadi. 10 da kelgan o'quvchilarimiz esa soat 5 gacha o'qishadi. Ana shuning dars rejasi belgilangan va bu tushlikdan keyingi o'qish jarayonlarida esa ularga qo'shimcha guruhlar tashkil etilgan. Ular qo'shimcha guruhlarda qo'shimcha tayyorlanishlari mumkin bo'ladi. O'zindagi hozir uchrab turgan kamchiliklarni yana qayta tayyorlanib, mukammal o'rganishini imkoniyat yaratiladi. O'zini ustida ishlab ko'proq ma'lumot olib
Masalan, to'lov tizimi qanday yo'lga qo'yilgan sizlarda? Masalan, bo'lib to'laydi, ammo grant ajratiladimi o'quvchilarga, talabalarga masalan? Qiziqarli bir musobaqalar o'tkaziladimi? Shular haqida aytib o'tsangiz. Maktabimizdagi dars jarayonlari 2 smenada o'qish boshlanadi bizada. Ertalab soat 8:00 da, keyin soat 10:00 da o'qishlarimiz boshlanadi. Chuqurlashtirilgan variativ sinflarda darslarimiz o'tkaziladi. Davlat ta'lim standarti bo'yicha belgilangan hamma darslarimiz o'z vaqtida chiroyli qilib o'tkaziladi. O'qishga keng savol To'lov tizimi qanday yo'lga qo'yilgan? Bo'lib to'laydigan grant uchirmaqi? Bizlar maktabimizda grantlar ham bor, imtiyozlar ham bor. Bundan tashqari yana bepul o'qitish tizimi ham bor. Hozir xususiy maktablarda o'zi o'quvchilarni o'qitish tartib-qoidasi, qonuni va nizomiga asosan 10% gacha bo'lgan o'quvchilarimizni bepul o'qitamiz. Ya'ni mahalladagi kam ta'minlangan oila farzandlari bo'ladimi? Damir daftar, ayollar daftarida turgan oila farzandlarini o'zi 10% gacha bo'lgan qismini biz bepul o'qitamiz. Undan tashqari grantlarimiz bor. Masalan, viloyat olimpiadasida, respublika olimpiadasida, tuman olimpiadasida g'olib bo'lgan o'quvchilarimizga biz grantlar ajratamiz. Undan tashqari yana imtiyozlarimiz bor. Imtiyoz masalan, bir oiladan 2 farzand kelib o'qib turgan bo'lsa, shuni birsini imtiyoz beriladi. Chegirma. Chegirma beriladi. Chegirma beriladi. Xullas shuning iloji boricha xalqimizga qulayroq bo'lishini, yengilroq bo'lishini harakat etamiz. O'zi maktabimizda to'lovdan ham bilsa bo'ladi. Butun viloyat bo'yicha eng hamyonbop xalqimiz uchun xizmat qilib turgan maktab sifatida e'tirof etsak bo'ladi. Bizda endi asoschasini aytsak ham bo'ladi. O'qitish 800 ming so'm har bir bola uchun. Bir oydan. Havo. Masalan, bir oiladan 2-3 bola bo'ladigan bo'lsa, skidga qo'yiladi, ya'ni arzonroq qilib. Havo, chegirma qilinadi. Chegirma. Havo. Shuninglar bormi? Masalan, bir oiladan 2-3 odam o'qitgan odam bormi? Shuninglar ko'proq. Bor. Endi bir oila deb aytsak bo'ladi. Masalan, 2 aka-uka bir hovlida yashaydi. Ular ikkisi ham chetda, uyinda bobosi, buvisini qo'linda, axtiqlari. Shu oiladan masalan 6 nafar o'quvchisi kelib bizda o'qiydi. Bir oilada 6 nafar o'quvchi. Xo'p. Hozir masalan, shuning xususiy maktablarimiz bor. Oylik to'lovi 4,5 million so'm, 5 million so'm to'latib o'qitib turgan xususiy maktablarimiz bor. Lekin biz ham ularkindan natijalarimiz qolishmaydi. Ularkindan natijamiz ancha yuqori. Mana yaqinda ko'rgan bo'lsangiz, tuman fan olimpiadalarida 17 nafar o'quvchimiz o'rin egalladi. Tumanda 17 nafar o'quvchi. Bu eng yaxshi, eng yuqori natija deb aytib bilamiz. Ajoyib. Zo'r natija. Hozir ko'p xususiy maktablardan ham, ilm dargohlaridan ham onlayn, ya'ni uzoqda turib, masalan, ta'lim olish. Shunday narsam yo'lga qo'yilgan-ku ko'p xususiy maktablarda. Sizlardan ham shunday bormi? Kelajakda onlayn o'tirish yoki kengaytirish, masalan, filiallarni To'lqin FM maktabini. Agarda shunday bir majburiy holat bo'lmasa, lekin bizda individualniy shu yerda sinf xonasida o'tilgan, offlayn o'tilgan darslarimiz yaxshi. Baribir realniy natija yaxshiroq bo'ladi. O'qituvchi bilan dars jarayonida o'quvchining kontakti bo'ladi. Hech bo'lsa ham o'qituvchining shu yerdagi o'quvchini aynan qaysi darajaga kelgani, nechta o'qib turgani, nechta e'tiborda o'tirgani, bu narsani o'qituvchi nazorat qilib biladi. Onlaynda u narsani nazorat qilishning imkoniyati yo'q. Unda faqatgina dars o'tiladi, vazifa beriladi. Ta'lim sifati pastroq bo'ladi. Ta'lim sifatini o'z-o'zidan ta'sir qiladi. Lekin biza hozirda onlayn dars o'tib turganimiz yo'q. Hammasi offlayn, shu maktabda o'tkaziladi darslarimiz. O'quvchi talabalari o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish uchun, energichnikroq bo'lish uchun qanday yo'llardan foydalanasizlar? Masalan, qanday olimpiadalar, bellashuvlar, shular haqida aytib o'tsangiz. O'quvchilarimizni yil davomida o'qishga bo'lgan qiziqishi so'nib qolmasligi uchun, doimiy harakatda bo'lishi uchun bizda har oyda olimpiada o'tkaziladi. Yil davomida o'tkaziladi. Olimpiadalar nima uchun kerak bo'ladi? Chunki har bir o'quvchi biron bir natija ko'rsatish uchun o'qiydi. Ana shunday maydon ular uchun bo'lsa, ya'ni o'z bilimini sinovda o'tkazish uchun maydon bo'lsa, ular o'zini doimiy sinovda o'tkazib, qiziqib borishadi. Har oyda bo'lgan olimpiadada bu safar natija olib bilmagan bo'lsa, keyingi safar yaxshiroq natija olishim kerak degan qiziqish bilan
Ular yana tayyorlanadidan keyingi imtihon uchun ular ko'proq shug'ullanishga motivatsiya bo'ladi. Bundan tashqari har oyda bizda o'quvchilarimizni bilimlarni sinovdan o'tkazish uchun bizda blok testlari bo'ladi. Har oyda o'tkaziladi. O'zini o'qishga kirish yo'nalishidagi qaysi blokdan tayyorlanib turgan bo'lsa, shu yo'nalish bo'yicha blok testlarini o'tkazamiz. Ana undan keyin natijalarni aniqlaymiz. Qaysi o'quvchi natijasi yuqoriladi, qaysi o'quvchi natijasi pastladi, ana shuni ko'rib chiqamiz. O'quvchi agarda natijasi pasayib borayotgan bo'lsa, darrov ota-onasi bilan bog'lanamiz. Nima ta'sir bo'ldi, nima uchun o'qishga bo'lgan qiziqishi so'ndi, nima uchun natijasi pastroq chiqib turibdi. Ana shu narsalarga qiziqib, ota-ona bilan kontaktda ishlanadi. Ajoyib, zo'r. Shu ma'lumot bo'ladimi? Shuni so'rasak o'tib turaman faqat. Ota-ona bilan masalan havola doimiy kontakt bo'ladi. Masalan, bir o'quvchimiz bugun darsga 5 minut kech qolib keladigan bo'lsa ham, darrov bu o'quvchini ota-onasiga telefon qilinadi. Bugun farzandingiz dars jarayonlarida 5 minut kechikib keldi. Sabab nima bo'ldi? Nazorat qilinadi. Avtobusdan kech qoldi, shuning uchun yo'ldagi mashina minib borishga majbur bo'ldi, shuning uchun kech qoldi. Demak, shu sразу natiladi, reagirovать etiladi. Vaziyatni darrov aniqlashtiramiz. Keyin bizda o'qituvchi faqat dars berish bilan shug'ullanadi. Ya'ni u ishlarni o'qituvchi bajarmaydi bizda. Darsga kechikib kelgan o'quvchini yo formasiz kelgan o'quvchini yoki bo'lmasam o'qimay turgan o'quvchini muhokamasi o'qituvchi bilan o'tkazilmaydi. Aynan shu sohada ishlaydigan menejerlarimiz ko'p-ko'pmiz. O'qituvchi bizda faqat dars o'tadi. Uni darsini biz xalaqit bermaymiz. Boshqa narsalar chalg'imaydi. Yo'q, boshqa narsalar chalg'imaydi. Sinfdagi necha o'quvchi keldi? Masalan, sinfdagi bir o'quvchi gaming qoldi. Ana shu o'quvchi nechun gaming masalanda bir o'quvchi gaming qilgan bo'lsa, shu o'quvchini darsga gamanidan o'qituvchi uni izini tushib, ota-onasi bilan bog'lanib yurmaydi. Bu yerda menejerlarimiz bor. Shular o'zlari bog'lanadi, ota-onasi bilan sababini o'rganadi. Xolos, o'qituvchi bizda faqat dars o'tadi. O'zini ustida ishlaydi, dars o'tadi. Chalg'imay hech narsa. Yo'q, boshqa ularga topshiriq bo'lmaydi. Tushunarli. Rahmat. Sirojbek Tolqin FM maktabida sinfxonalar qay tarzda jihozlangan? O'quvchilarning ta'lim olishi uchun qay tarzda yondashiladi? Ushbu resurslardan qanday foydalanadi? Shu to'g'risida aytib o'tsangiz. Maktabimizdagi barcha sinfxonalari kameralar bilan nazorat qilinadi. Har bir sinfdagi o'quv jarayonlari nechga o'tkazilib turibdi, o'quvchi qanday darsda o'tiribdi, dars nechga o'tib turibdi, bu narsani biz kameralar orqali nazorat qilamiz. Bundan tashqari har bir sinfda televizorlarimiz bor, interaktiv doskalarimiz bor. Bular hammasi internetga ulangan va ularda o'quvchilarimizga kerakli bo'ladigan eng zamonaviy so'nggi ma'lumotlar televizorlarda, interaktiv doskalarimizda yoritiladi. Xolos, o'quvchilarimiz uchun eng zamonaviy texnologiyalar bo'yicha nechik imkoniyat yaratish iloji bo'lsa, hammasini yaratib qo'yibmiz deb bemalol aytib bilamiz. Bundan tashqari maktabimizda harbiy sohada faoliyat yuritgan, ko'p yillar mobaynida shu harbiy sohada hurmat qozongan Odilbek ustozimiz hozirda faoliyat yuritadilar. CKBT fani bo'yicha o'quvchilarimizni doimiy ekskursiyalar olib boradilar. Ya'ni harbiy qismlarga bo'lgan ekskursiyalar desak bo'ladi. Shu yurtimizni himoya qilish yo'lida o'z jonini fido qilgan insonlarimizni doimiy borib, ularni donishtirib, ularning qilgan jasoratlarni o'rgatib boradi o'zlari Odilbek ustozimiz. Xolos, bizda shu o'qitishda qaysi yo'nalish bo'yicha bo'lsa, masalan, tabiiy fanlar yo'nalishida sinfdagi barcha o'quvchilarimizga doimiy tajribalar o'tkaziladi. Ya'ni kimyoviy elementlarning reaksiyalari bo'ladimi, o'quvchilarga qiziqarli bo'lgan ana shu tajribalar doimiy o'tkaziladi. Ingliz tili, matematika yo'nalishida o'qib turgan o'quvchilarimiz, chet tillar yo'nalishida o'qib turgan o'quvchilarimiz bilan doimiy chet eldan O'zbekistonda kelib faoliyat ishlab yurgan professor o'qituvchilarimiz bilan uchrashuvlar o'tkaziladi. Ya'ni ular bilan bir vaqtning o'zida ham ta'lim, ham amaliyot bajariladi. Ajoyib, zo'r. Informatika xonalari, ITM ixtisoslashgan bo'limlar ham bor bo'lsa kerak sizlarda, to'g'rimi? Informatika xonalarimizda barcha o'quvchilarimizga kompyuterlar va zamonaviy texnologiyalar olib kelingan. Undan tashqari IT, robota texnika bo'yicha shu yerda maktabimizda Tohirjon ustozimiz dars beradilar. O'quvchilarimiz IT sohasi bo'yicha, robota texnika sohasi bo'yicha o'zlarining bilimlarini berib turibdilar hozirda. Informatika sohasida ham menimcha shu yo'lda yaxshi natijalar ko'rsatib bilamiz. Ajoyib, zo'r. Keyingisi sportga qanday yondashiladi sizlar maktabda? Intellektual shaxmat bo'yicha shug'ullanish, shular bo'yicha ham aytib o'tsangiz. Bolalar tayyorlanadimi shu darslardan tashqari?
mashg'ulotlar bo'ladi. Yaqinda yana bahor 21-mart Navro'z bayrami ayyom yaqinlashib kelayotir. Shu munosabat bilan maktabimizda katta sport o'yinlari musobaqalari o'tkaziladi. Bu har yil davomida o'tkaziladi. Sport o'yinlarida shaxmat, shashka, kurash, arqon tortish, yugurish, sakrash, tosh ko'tarish, turnik, hamma o'yinlar o'tkaziladi. O'zi bu har yil o'tkaziladigan bir an'ana sifatida biz uni e'lon qilsak ham bo'ladi. Va maktabimizda sport sohasida yosh bo'lishiga qaramasdan yaxshi natijalarga erishib kelayotgan trenerimiz, o'qituvchimiz Rajabboy shu yerda ishlaydilar. Ustozimiz esa hozirgi vaqtda yoshlarimiz bilan sport sohasida yaxshi faoliyat olib borib turibdi deb ma'lumot qilamiz. Sirojbek, masalan, har bir o'quvchi bilim olmoqqa keladi, xususiy maktabda. Endi ba'zi bir o'quvchilar bo'lishi mumkin, ota-onasini xohishi bilan kelishi mumkin. Shu o'quvchilarga ta'lim yetkazish jarayonlari qanday yo'nalish orqali belgilanadi? Shu haqida aytib o'tsangiz, masalan, o'zimda masalan o'quvchilar qiziqish bo'lmasa mumkin, lekin sizlarda boshqacharoq individual balkim yo'nalish bo'lishi mumkin shu. Bizda endi o'xshagan o'quvchini doğrudan-doğru o'qishga qabul qilmaymiz. Ularga imtihon bo'ladi. Yana aytib o'tdim. İmtihon jarayonini o'tgandan keyin ham o'quvchini doğrudan-doğru yana maktabga qabul qilindi, endi bemalol o'qishi mumkin degan gapni aytmaymiz. Yana 10 kunlik sinov muddatini qo'yamiz. Bu yerdagi o'qish jarayonlaridan ko'nikib, yana o'qishga o'zi jiddiy qiziqib, o'qib boshlasa biz uni qabul qilamiz. Sinov muddatini o'qib bilmaydigan bo'lsa, ota-onasini darhol oldiramizdan vaziyatni tushuntirib, balangiz o'qishga qiziqmay turibdi deb hamma narsasini tushuntiramiz. Yana bu yerda o'zi o'qishga qiziqqan, shu sohaga bir chin dildan o'qiyman deb kirishgan o'quvchilar kelib o'qiydi. Bir o'quvchini darsga qiziqmasligi faqat o'zina zarar emas, butun bir sinfga zarar yetkazadi. Chunki u darsga qiziqmay o'tiradi, shovqin qiladi va u boshqa o'quvchilarning ham bilim olishini xalaqit beradi. Biz faqat u o'quvchi uchun emas, boshqa o'quvchilar ham bir ta'siri bo'lmasin degan maqsadda yaxshi o'qish niyatida kelgan o'quvchilarni maktabimizga qabul qilamiz. Undan tashqari maktabimizdan nazorat kuchli, maktabimizni hududida umuman telefon ishlatishga ruxsat bermaymiz. Maktabimizga kirayotgan vaqtida darvozadan girishda shkaf qo'yganmiz. Shkafning polkalari bor, bo'laklari ajratilgan. Har bir o'quvchi telefonlarini shura qo'yib keladi. Telefonni o'chirib, shunda telefonlarni qo'yib keladi. Bu yer esa kamera kuzatuv nazorati ostida bo'ladi. O'quvchilarimizni darsdagi jarayonlarindagi o'qishi hammasi yana aytib o'tganimdek kameralarda to'liq nazorat qilinadi. Mabodo o'quvchilarimizni o'qishi salgina pasayadigan bo'lsa, e'tiborsiz bo'lishni boshlasa, ular ota-onasi oldiriladi, vaziyat tushuntiriladi. Nima sabab bo'lib turib o'qimay turganda bu narsalar darrov muhokama qilinadi. Oldindan darrov ta'sirchan choralar ko'ramiz. Sirojbek, masalan, ota-onalar xususiy maktablarda farzandini o'qitib turgandan rozi bo'ladimi? Masalan, farzandlarini shu yerda o'qitib turgandan kelib minnatdorchilik bildiribmi? Bildirib turgan ota-onalar bormi? Shu haqida aytib o'tsangiz. O'zi bizlar maktabga o'quvchilar kelishi ixtiyoriy, hech qanday majburiy holatda kelmaydi. O'zlari oldindan bilib, natijalari ko'rib, undan keyin kelib maktab faoliyati bilan qiziqib, shunday ota-onalarimiz bor. Hattoki kelib dars jarayonlarini kuzatishga ruxsat berasizlarmi deydi. Kelib o'zlari dars jarayonini kuzatib o'tiradi. Bevosita shu darsda men o'tirib qatnashib ko'rsam bo'ladimi darsda deydi. Kelib darslarga qiziqib kirib o'tiradilar. Ya'ni ular maktabda bolasini o'qitib turgandan nechik o'zgarish bor, nechik natijasi bor, ular doimiy shundan o'zlari xabardor bo'ladi. Kuzatuvda bo'lib turadi. Masalan, sentyabrda o'tgan yilgan vaqtida uni holatini chiqadi, hozir uni holat natijasini chiqib bo'ldi. Biz doimiy statistikani biz ota-onaga tashab boramiz. Ota-ona u narsani ko'rib boradi. Masalan, kelgan vaqtindagi uni natijasi ball bilan solishtiradigan bo'lsak, masalan, 70 ball olgan bo'lsa, hozirgi vaqtda 140 bola chiqdi. 150 bola chiqdi, 160 bola chiqdi degan ularda natijasi bo'ladi. Statistikani ko'rib o'zlari shundan keyin quvonib o'tirishadi. Keyin shu yerda farzandlari g'olib bo'lib turgan olimpiadada, navodir ko'rik tanlovlarda g'olib bo'lib turgan o'quvchilarimizni ota-onalarini maktabimizga taklif qilamiz. Ularga shu rag'batlantiramiz, rahmatimizni aytamiz, tashakkurnomalar beramiz. Xullas ota-onalar menimcha hammasi rozi bo'lib shu yerda o'zlari farzandlarini akkaladilar. Undan keyingi natijalasa o'z-o'zidan maktabimizdagi faoliyating yaxshi ekanligini yaqqol isboti desak bo'ladi. Tushunarli, rahmat.
Sirojbek, endi aytib o'tadigan bo'lsak, biza o'sha Hazorasp tumanida joylashgan To'lqin FM maktabini bejizdan kelmadik. Ushbu maktabning dorug'ini masalan ko'ryapmiz. Tuman miqyosida ham, respublika miqyosida ham masalan ko'p e'tiroflar sazovor bo'lib turibdi. Ushbu maktabning kelajakdagi holatlardan muvaffaqiyatlar tilaymiz, ishlardan rivoj tilaymiz. Xudo xolasa o'ylaymanki, butun respublika darajasida yetuk bir insonlari tarbiyalab chiqaradigan bir maskan bo'ladi, xudo xolasa. Hozir ham shuning endi kelajakdagi rejalaringiz haqida oxirida yakunlovchi bir nimani aytib o'tsangiz, shu maktabning kelajakda rejalashtirilib turgan biror bir proyektlari va maqsadlari bo'lsa, shular haqida qisqacha aytib o'tsangiz. 2025-yil 2026-yil o'quv yilidamiz. Bu yil maktabimizdagi katta bir yaxshi natija deb aytib bilamiz. Oldin maktabimiz asosiy binoda, sentrda, birinchi binoda shuda o'qib turgan bo'lsak, hozir endi ikkinchi filiali bu yil ochildi. Ya'ni hozirda To'lqin FM maktabi ikkita maktab bo'ldi. Asosiy binomiz sentrda, filialimiz Sanoatda, ko'pchilik biladi. Endi 2026-2027 o'quv yilina katta rejamiz 3-filialni ochish. Hozirda ko'p talab bo'lib turibdi. Masalan, ota-onalarimiz farzandlarini o'qishga kelib turibdi. Ikki binomiz ham o'quvchilarimiz sig'may borayotir. Endi yangi binoga bizda ehtiyoj bo'lib turibdi. Keyingi yil yangi binoda, yangi filialda yana To'lqin FM jamoasi farzandlari yaxshi yuqori natijalar bilan o'qishda davom etishina katta bir umidimiz, katta bir ishonchimiz bor. Shunga harakatdamiz. Ajoyib. Taxminan ma'lummi, masalan, nerda bo'lishi 3-filial? Yo, hozircha endi ko'zlab turgan binolarimiz bor, tayyor binolar bor, yo bo'lmasa tayyor yer o'rinlari bor. O'zimiz shu yerda binoni qurib olishimiz mumkin. Bu narsani endi o'zimiz ko'rib chiqamizdan, endi qaysi to'g'ri kelsa, shundan foydalanamiz. Hazorasp tumanida yo Hazorasp tumanida. Ha. Tushunarli. Bo'lmasam rahmat sizga ajratgan vaqtingiz uchun, savollarga javoblaringiz uchun. Ushbu maktabning faoliyatiga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sizning ham ishlaringizga rivoj tilaymiz. Keyingi safar kelganda xudo xolasa bundan ham yuksak natijalarni ko'rib, birgalikda quvonib o'tirish nasib etsin bizga. Rahmat. Kattakon rahmat aziz yurtdoshlar. Davron akamizning ham ishlarini rivoj tilaymiz. Facebookdagi, YouTube'dagi, Instagram'dagi kanallarini obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarman. Hamisha xalqimizga chin ma'noda to'g'ri yo'lda xizmat qilib kelayotgan bloger sifatida men hurmat qilaman. Rahmat. Gap blogerni obunachisidan emas. Hozirgi vaqtda obunachini yig'ish muammo bo'lmay qoldi. Asosiysi xalqimiz uchun manfaatli bo'lgan, kerakli bo'lgan video kontentlari ular taqdim etib bilishdi. Ishlaringiz omad tilaymiz. Rahmat. Bizlar maktab jamoamizda xush ko'rdik. Yana maktabimizga kelsangiz xursand bo'lamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.